Men hech qayerda shuncha joylarga borib gilamlarni ko'rib, shaharlarda hamma joyda ko'rganimda bunaqa narxni ko'rmaganman. 13 yil oldin men qizimni turmushga berayotganimda shu yerga kelganman. Hop. O'sha paytdagi narxdan teng yarim 50% arzon narxda bergan. Kelmoqchi bo'lgan klientlarimga masjidga kelinglar. Vibor katta, chiroyli gilamlar, ham narxi ham nima deydi, kelishtirib beryapti. Kelinglar, ko'ringlar, tavsiya qilaman. Mega akon gilam bozoriga keldik. Sizlarga ham shotlarga kelishinglarni so'raymiz. Sizlar ham kelinglar. Arzon qilib berishar ekan, aytgan narxidan ancha tushib berishar ekan. To'y boshlaganman. Mega Makon gilam markaziga keldim. Xizmatlar uchun bolalarimga rahmat. Juda ham xush muomala. Mana Mega Makonga keluvdi, gilam olgani. Gilamlarning sifati yoqdi. Tavsiyamizda sifati yaxshi. To'kilmaydi, bosilib ketmaydi gilamlari. Narxlari arzon. Qibray tumanidagi katta bazaga gilamga keldik. Surxondaryo viloyatining Uzun tumanidan haqiqatan gilamlar hamyonbop, arzon ekan. Hammalaringga tavsiya qilamanki, mana shu necha yildan beri kelib shu yerdan gilam olaman. Mega Makon gilam bozoridan biza katta bir gilam savdo qildik. Bonusiga mana bitta joynomasi berishganiga biz juda xursandmiz. Juda arzon ekan, sifatlari va ko'rinishlari bizga juda yoqdi. O'sha anchadan beri bu yoqqa kelib turaman. Juda muomalaligi ham yaxshi, narxnomasi ham yaxshi. Sizlarning xizmatingizdan mamnunman. Umringiz uzoq bo'lsin. Shu arzimasi ham bizning joynomasi sizga Ramazon oyiga sovg'a qilamiz.